Assalamu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yine Gürlen Komünizmden yerine geldik. İsedi mahalle. İsedi mahallesi ekan. Svetli kukuniyat buyurdular. Zakasını tayyorlab berdik. Nişik mebel gerek olan bolsa, xulaqası tayyorlab beramiz. Almaqlardan boladan boldu. Yine ajoyib. Beri kir maşin avtomatına maslab qo'ydik. Yine bu sensorli moyka, eng oxirgi piskedagi moyka. Asan tavaq qo'yganlarim bor. Yine kullablari yaxshi o'z tortib ketadi. Mana bu chetlari kompyuterda bosib turibdi, yetilib qolmaydi. Svetini teyindan qo'yib berdilar. Shunda bir yaxshi boshqacha ko'rinib turadi. Mana shu yoqdalar. Kimani ishga yoqsa, xudo qalasa, xohlagan rangingizda, xohlagan fasodda ishlab beramiz. Mebel yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Nechik mebel kuningiz o'rnadimi? Sabir Mahmudcanman. Rahmet. Qo'llarni qo'ydan deb qo'ymasdan hammangizga rahmat qo'yay. Ha. Bo'ladi. Mana qiz beribdi, rahmat qilganim. Ha. Katta rahmat. Shu meni shuncha aytib aytdim rahmat qizga. Ha. Yine esa va xalosa shuning mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, har xil rangda ishlab beramiz. Kuxunli mebel, to'y mebel, ugolok divan, kafe bar, hammasidan tayyorlab beramiz. Kuxunni yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Urgancha kuxunli mebel olib kelib o'rnatdik. 7,5 metr bo'ldi bu. Ajoyib etib tayyorladik. Oq akrildan tayyorladik. Chetlarına keladigan bo'lsa, kompyuterda bosib ishladik. Qullablari yaxshi o'z tortib ketadigan. Yana buni shunday suv shirkalari bor, tovoq qo'yadigan. Masalan, mo'kasini ham yaxshisidan qo'yib berdik. 7,5 metr. Masalan, stollarına keladigan bo'lsa, rossiyskiy 4 santilik qalin. Hamma qullablari yaxshisidan tayyorlanib turibdi. Yana o'z tortib ketadi. İşe xudo qalsa gap yo'q. Nishik mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz beraverasizlar. Xohlagan rangda ishlab beramiz. Oq, qora, qizil rangining farqi yo'q. Kuxunli mebel, to'y mebel, ugolok divan, kafe bar hammasidan tayyorlab beramiz. Xudo qalsa. Shunday xolading üstüne uzatib berdilar. Xolading ekan o'sha qolsin dedilar. Endi peshga qo'ydan. Bu ochkam yana bir dona peshga qo'ydi ekanlar. Şu an maslab qo'yibmiz. İşlerine keladigan bo'lsak, gengishlik bir narsa qo'yamanlarlar, mantiq azarmi? Hasan. Nishik mebelga keladigan bo'lsa, xudo qalsa zakazlar tayyorlab beramiz. Mebel yoqqan bo'ladigan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Keyingi videolarimiz ham yetib boradi. Siz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yine Xorazm Bog'ot Dimitrov degan yerga keldik yine. Kuxunli mebel mokri akrildan buyurdular. Zakasını tayyorlab olib keldik. Yine bu gaz balon qo'yadimi? Masalan, yine bir aytadigan bo'lsak, endi bochkasi bor ekan, shu bochka shuni beklab zaximlatib taqlandi. Asamilin kaşık koyada, tavaq koyadağına var. Kaşık koyadağına var. Neyse, acayip. Çetlerine keladigan bo'lsak, yine bu kompüterda basıp tuttu. Puxa aparatı. İmchkasiz yetilib qolmaydi. Stollarına keladigan bo'lsak, qalin 4lik stol, rossiyskiy. Nishik mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz beraverasizlar, xudo qalasa. Ajoyib etib tayyorlab beramiz. Mebel yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Keyingi videolardan yetib boradi shunda.